Dacha qilish uchun arzon yer so'raganmidinglar? 1 sotixi 5,5 ming dollardan suv, svet, gazi bor joylardan 6 sotixli mana shu uchastkani ko'rsatmoqchiman. Zo'r tarafi ko'rib turganingizda katta yo'l yuzida joylashgan va fasadi uzunasiga 33 metr, ichkariga 18 bo'ladi. Kamida 3 ta uchastka quraman desanglar ham zo'r variant. Ya'ni biz Bo'stonliq tumani Yangi Ovul mahallasiga kelganmiz. Bu yoq tarafdan G'azalkin Dumaloqqa chiqib ketishimiz mumkin. Bunaqasiga Qo'shqo'rg'onga chiqsak bo'ladi. Ko'rib turganlarda havosi juda ham zo'r joylar, aylanasiga ham qir adirlarni ko'rishimiz mumkin. E'tibor bergan bo'lsanglar, yo'l yuzda bo'lgani uchun yengil latogul o'tkazishyapti ekan. Bu yoqda ham chiroyli suvlar oqib, o'zgacha atmosfera berib turadi. Hovliga keladigan bo'lsak, eski binolarni ko'rishimiz mumkin. 2 ta 3 ta xonasi bor, bemalol yashab turiladigan holatda, lekin baribir tekislar boshqatdan katta fasadli dacha qilaman desanglar yoki kamida 3 ta uchastka quraman desanglar ham zo'r variant bo'ladi. Umumiy narxi bor yo'g'i 33 ming dollar bo'lyapti. Bir xonali kvartirani ham pul emas. Pastda mana shu joygalar nomerini qoldiramiz, telefon qilib bemalol savdolashib bo'ladi. Dacha qilish uchun arzon yer so'raganmidinglar? 1 sotixi 5,5 ming dollardan suv, svet, gazi bor joylardan 6 sotixli mana shu uchastkani ko'rsatmoqchiman. Zo'r tarafi ko'rib turganingizda katta yo'l yuzida joylashgan va fasadi uzunasiga 33 metr, ichkariga 18 bo'ladi. Kamida 3 ta uchastka quraman desanglar ham zo'r variant. Ya'ni biz Bo'stonliq tumani Yangi Ovul mahallasiga kelganmiz. Bu yoq tarafdan G'azalkin Dumaloqqa chiqib ketishimiz mumkin. Bunaqasiga Qo'shqo'rg'onga chiqsak bo'ladi. Ko'rib turganlarda havosi juda ham zo'r joylar, aylanasiga ham qir adirlarni ko'rishimiz mumkin. E'tibor bergan bo'lsanglar, yo'l yuzda bo'lgani uchun yengil latogul o'tkazishyapti ekan. Bu yoqda ham chiroyli suvlar oqib, o'zgacha atmosfera berib turadi. Hovliga keladigan bo'lsak, eski binolarni ko'rishimiz mumkin. 2 ta 3 ta xonasi bor, bemalol yashab turiladigan holatda, lekin baribir tekislar boshqatdan katta fasadli dacha qilaman desanglar yoki kamida 3 ta uchastka quraman desanglar ham zo'r variant bo'ladi. Umumiy narxi bor yo'g'i 33 ming dollar bo'lyapti. Bir xonali kvartirani ham pul emas. Pastda mana shu joygalar nomerini qoldiramiz, telefon qilib bemalol savdolashib bo'ladi. Dacha qilish uchun arzon yer so'raganmidinglar? 1 sotixi 5,5 ming dollardan suv, svet, gazi bor joylardan 6 sotixli mana shu uchastkani ko'rsatmoqchiman. Zo'r tarafi ko'rib turganingizda katta yo'l yuzida joylashgan va fasadi uzunasiga 33 metr, ichkariga 18 bo'ladi. Kamida 3 ta uchastka quraman desanglar ham zo'r variant. Ya'ni biz Bo'stonliq tumani Yangi Ovul mahallasiga kelganmiz. Bu yoq tarafdan G'azalkin Dumaloqqa chiqib ketishimiz mumkin. Bunaqasiga Qo'shqo'rg'onga chiqsak bo'ladi. Ko'rib turganlarda havosi juda ham zo'r joylar, aylanasiga ham qir adirlarni ko'rishimiz mumkin. E'tibor bergan bo'lsanglar, yo'l yuzda bo'lgani uchun yengil latogul o'tkazishyapti ekan. Bu yoqda ham chiroyli suvlar oqib, o'zgacha atmosfera berib turadi. Hovliga keladigan bo'lsak, eski binolarni ko'rishimiz mumkin. 2 ta 3 ta xonasi bor, bemalol yashab turiladigan holatda, lekin baribir tekislar boshqatdan katta fasadli dacha qilaman desanglar yoki kamida 3 ta uchastka quraman desanglar ham zo'r variant bo'ladi. Umumiy narxi bor yo'g'i 33 ming dollar bo'lyapti. Bir xonali kvartirani ham pul emas. Pastda mana shu joy